Men 11-normativ, ya'ni demodeydi 5 daqiqada gapirib beryapman. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdug'anif Abduxoq. 2012-yilda tug'ilganman. Men 14 yoshdaman. Qiziqishlarim: men IT sohasiga qiziqaman va shu soha bo'yicha IT Life o'quv markazida J1 guruhida o'qiyapman. IT Life o'quv markazi bu yerda yangi bilimlarni o'rganamiz, o'z ustimizda ishlaymiz, amaliyotlar va qiziqarli topshiriqlarni qilamiz. O'rgangan bilimlarim: men IT Life'da o'qiganimdan beri ofis dasturlari bilan ishladik, AI sun'iy intellektlar bilan so'rovlar hamda rasmlar yaratdik, Canva dasturida prezentatsiya taqdimotlar qildik va C++ dasturlash tilini o'rganib kelyapmiz. Bu yerda kodlar, dasturlar yaratib ishlatib ko'rdik. Ofis dasturlari: Microsoft Word dasturi. Bu dasturda biz matnlar va hujjatlar bilan ishladik. Microsoft Excel dasturi. Bu dasturda jadvallar yaratdik. Microsoft PowerPoint dasturi taqdimotlar va prezentatsiyalar tayyorlash uchun shu dasturdan foydalandik. AI sun'iy intellekt hozirda juda rivojlangan soha va o'sha sohada mana bunday sun'iy intellektlar bilan ko'p ishlaymiz. Gemini har xil so'rovlar hamda cheksiz rasm yaratib beradigan tezkor sun'iy intellekt. Google tomonidan yaratilgan. ChatGPT eng birinchi mashhur bo'lgan sun'iy intellekt. Bu ChatGPTdir. Unga har xil qiziqarli so'rovlar va topshiriqlar bersa bo'ladi. Cloud hozirda rivojlanib kelayotgan juda kuchli sun'iy intellekt. Grok u videolar ham yarata oladigan sun'iy intellekt. C++ bu kompyuter resurslaridan maksimal darajada foydalanishga imkon beruvchi juda yuqori tezlik va samaradorlikka ega bo'lgan dasturlash tilidir. IT Life'da o'qiganimdan beri qilgan bir nechta ishlarim: AI so'rovlar qildim va rasmlar yaratdim. Microsoft Office dasturlari bilan ishladim. C++da kodlar va dasturlar yaratib ishlatib ko'rdim. Va Google Vits'da VO video, ya'ni sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan har xil videolar yasab ko'rdim. Hozir ulardan birini qo'yib beraman. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun zamonaviy Toshkentni aylantiraman. Men yarim dunyoni egallaganman, lekin bu probkani yenga olmayapman. Biz Registon qurganmiz. Bular esa ertaklar shahri quribdi. Bir piyola qahvaga bitta ot berardik bizda. Mening maqsadlarim: men IT sohasida kelajakda tajribali mutaxassis bo'lishni, o'rgangan bilimlarim bilan jamiyatga hissa qo'shishni, IT bilan pul topish va katta yutuqlarga erishishni maqsad qildim. Xulosa: IT Life o'quv markazida olgan bilimlarim kompyuter dasturlari va C++ dasturlash tili orqali men ulkan maqsadlarim sari ilk qadamlarni tashladim. To'xtovsiz o'rganish va o'z ustimda ishlash orqali kelajakda IT sohasida kuchli mutaxassis bo'lib yetish va jamiyatga hissa qo'shishga ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat.